Nima bezovta qiladi sizni? Shu oyog'im, o'ng oyog'im mana to'piqdan bunday tortadi. Oyoqda Keyin mana uyushish, karaxt sezgi bo'lib- pasayishi, ha, jonsizlik bor, yurish turish qiyin. Qiyin, ha. Keyin mana quvuqlar, keyin mana bor edi. Davolandingiz. Davolandim. Foydasi bo'ldimi? Yo'q. Foydasi 3-4 kun, bo'lmadimi? bir hafta 10 kun og'rimay qoladi yana. Endi sizni kasalligingizni tushunib oldingiz, a? Belingizda umurtqalararo disk amortizator organizmni harakatini yordamlashib turadigan organ bor. O'sha ishdan chiqib, nerv tomirni siqib qo'ygan. Shuni hisobiga oyog'ingizda og'riq bor, uyushish bor, jonsizlik bor. Karaxt bo'lib qoladi. Sezmay qoladi. Yurish turishingiz qiyin, hayot sifatingiz pasaygan shu hisobiga. Hozirgi kundagi zamonaviy, kam invaziv, kichik yo'l bilan, kichkina kesim bilan kirib, o'sha disk churagingizni olib, nervingizni ozod qilib, kasalligingizni davo o'tkaziladi. Bu zamonaviy usulda davolanasiz. Xudo xolasa og'riqlaringiz qolib, yaxshi bo'lib ketasiz, xudo xolasa.